Assalomu alaykum ustozlar. 9-sinf 4-chorak yangi testlarni yechimini ko'ramiz. Demak, Word dasturida Scratch Evital bilan tikiladigan hujjatlar uchun chap tarafdan ajratiladigan kattaroq joy qanday nomlanadi? Demak, bu muqova maydoni Gutter margin. Javob ekan. Demak, ushbu sozlanmaga o'tish uchun Word dasturida qanday amallarni bajarish kerak deb. Ya'ni sahifa orientatsiyasi uchun. Demak, bu layout menusining page setup bandida bo'limida joylashgan. Ya'ni layout page setup bo'limida. Bu yerda variantni aralashib ketgan ekan. Boshqa variantlar hech qaysi to'g'ri kelmaydi. Multiple page bu boshqa narsa. Margins bu ham boshqa narsa. Demak, layout menusining page setup. O'quvchi ro'yxatga avtomatik ravishda raqamlar qo'ymoqda. U ro'yxatga oxirgi so'zni yozib bo'lgach, enter tugmasini bosdi deyapti. Demak, rasmdagi ko'rinishda avtomatik raqamlashni to'xtatish uchun qanday amalni bajarish kerak deb so'rayapti. Demak, shu holatda backspace tugmasini bir marta bossak, avtomatik raqamlash to'xtatiladi. Ctrl Z va so'ngra enter tugmasi. Ctrl Z ni bossak, kursor mana bu yerga qaytib chiqadi. Enter ni bossak, yana raqamlash davom etib ketaveradi. Mana bu buyruq mos kelmaydi, chunki bu markerli ro'yxatni tugatadi. Ustiga bossak. Demak, bu ham xato. Bu ham xato. 4-testimiz moslik to'g'ri o'rnatilgan javobni toping debdi. Birinchisi D. Matn yoki paragrafning butun fon qismini rangga bo'yaydi. Ikkinchisi matn rangini belgilangan rangga bo'yash. A. Uchinchisi belgilangan matnning formati, shrift rangi, turi, shrift kattalik kabilarni ko'chiradi deyapti. S. Oxirgisi B bo'ladi. Matnning orqa fonini bo'yaydi, faqat tanlangan matnlarga qo'llaniladi. D, A, S, B. Birinchi javob. Word dasturida yozilgan ushbu abzas uchun bildirilgan fikr qaysi fikrlar to'g'ri ekanligini toping debdi. Demak, matnimizga qaraymiz. Ikkala tomondan ham bir tekst qilib yozilgan bir tekst. Xat boshi odatiy emas, ikkilamchi abzas chekinishi qo'llanilgan. Demak, bu chap tomondan tekstlangan deyapti, o'zi bu xato. Matn ikkala tomondan tekstlangan va ikkilamchi abzas chekinishi qo'llanilgan. To'g'ri javobimiz. 6-testimiz Excel dasturidan ekan. S ustuni belgilandi va insert tugmasi bosildi. Rasmga qarang deb. Demak, mana bu ustun belgilanib, insert tugmasi bosilsa, mana shu ma'lumotlar o'ng tomonga ko'chirilib, o'rtada bir ustun paydo bo'ladi. Demak, mana bu S, keyin bu D ga o'zgarib qoladi. Mana B javobimizda to'g'ri ko'rsatilgan. Demak, mana bu ma'lumotlar bitta ustun o'ngga ko'chdi, o'rtada bo'sh joy hosil bo'ldi.
Excel jadvalining katakchasiga kiritilgan quyidagi son ko'rinishga ega. Ushbu son belgilanib, tugmasi 2 marta bosilgach, sonning ko'rinishi qanday bo'ladi deb so'radi. Demak, bu yerda bu nollar sonini kamaytirish. Masalan, virguldan keyin ikkita bo'lsa, bir tugma bir marta bosilganda bitta nolimiz tushib qoladi. Agar nolning o'rniga qandaydir son bo'lsa, u yaxlitlanib ketadi. Masalan, birinchi bosilishida 8,1639 raqami bir bosilganda 8,64 bo'ladi 100 dan. Ikkinchi bosilishida esa 8,64. Demak, mana bu yaxlitlanganda 9, ya'ni 5 dan katta bo'lganligi uchun 1 qo'shildi. Endi bu 5 dan kichik bo'lganligi uchun 64 dagi 4. Bu shundoq tashlab yuboriladi. Javobimiz 8 u 6 bo'lib qoladi. Endi bu yerda variant xato ketgan ekan. Mana bu 8 u 7 ni olamiz. Eng yaqinrog'i shu. Lekin aslida javob 8,6 bo'lishi kerak. Excel dasturida A2 D4 katakchalar belgilandi. Ushbu katakchalardagi tarkibni o'rtaga va vertikal yuqoriga tekslash qaysi javobda berilgan debdi. Demak, bu o'ng tomondan tekslash o'zi xato. Bu chap tomondan tekslayapti, bu xato. Mana o'rtaga vertikaldan yuqoriga tekslayapti. Yuqoriga. C javobimiz to'g'ri ekan. 9-testimiz. Axis dasturida bir nechta jadvallarni o'zaro bog'lash uchun bog'lashni amalga oshirishda asosiy jadvaldagi birlamchi kalitga bog'lanuvchi ikkinchi jadvalning kaliti qanday nomlanadi? Demak, birlamchi kalitimiz premier key bo'lsa, premier key. Ikkilamchi kalit esa foreign key bo'ladi. First key degan kalit yo'q.